Faxriddin Muhammad Bobur kimni mag'lub etib Hindistonni qo'lga olgan? A. Amirxon, B. Shohruxxon. Amirxon. To'g'ri. Milliarder Alisher Uzoqov Chelsea klubini necha pulga sotib olgan? 500 million dollar, 20 milliard dollar. 20 da. Onasini emsin. To'g'ri gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib javob uchun bitta like. Mirzabek Xolmetov qachon Olimpiya chempioni bo'lgan? 2018-2022. 2018. To'g'ri. 1 kilo tosh og'irmi, 1 kilo paxtami? 1 kilo tosh oldi. Nima deyapti? Otamni uylantiraman deydi. Buncha baqasan, bodida tushundimda. To'g'ri. Barchalaringizni Samarqand shahrida joylashgan Atlas'ni 2-darajada kutib qolamiz. Bolajonlaringiz bilan kelib bemalol maroqli hordiq chiqarsangiz bo'ladi. Har shanba, yakshanba kunlari bu yoqda animatorlik shoular bo'ladi. Marhamat. Yoshlarga qiziqarli bitta savolimiz bor. 1 kilogramm necha metrga teng? A. 10, B. 100. A. 10. To'g'ri. Salomat bo'ling.